Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsimizning 2-darsini o'qiymiz. Biz tunugungi darsimizda balog'at ilmiga aloqador bir qism prinsiplar va ma'lumotlar bilan tanishib chiqqan. Hamda biz bugungi darsimizda balog'at ilmining ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Unda o'zi biz darsimizni boshlaylik. Biz tunugungi darsimizda deb o'tib ketganga o'xshash balog'at ilmi mundaq tuvandagidek 3 cho'ng tema haqida so'zlaydi. Balog'at ilmining cho'ng 3 dona temasi bor. O qaysi deganda buning birinchisi ilmul maani. Ilmul maani. Ikkinchisi ilmul bayan, uchinchisi ilmul badi'. Bu ilmul maani degan nima? Buning birinchi temasi bo'lgan ilmul maani degan nima deganda, hamda biz tunugungi darsda so'zlab o'tdik. Balog'at degan qanday fan? Notiqlikni shundaqla bir fasohatlik so'z qilishni va fasohatlik so'zni tushunishni va balog'atlik so'zni keltirishga qodir bo'lgan bir iqtidorni yetildiradigan fan dedik. Endi bu 3 temalarning hammasi shunga aloqador temalar. Buning birinchisi bo'lgan ilmul maani nima haqida to'xtaldi deganda, bu ilmul maani o'ringa mos holatda gap qilishni o'rgatadi. O'ringa mos holatda so'z keltirishni o'rgatadi. Yoki o'ringa mos holatda yoki mos holati kelmaganligini tushunishni o'rgatadi. Demak, ilmul maanining asosiy cho'ng temasi nima? Muqtadoi holga, ya'ni o'ringa mos keladigan bir arabcha jumlani qanday qiladigan, tadqiq qiladigan bir turda tushunsanlar bo'ldi. Endi biz kitobimizni qaraydigan bo'lsak, ilmul maani degan nima deganda, huwa ilmun yu'rafu bihi ahvalul lafzul arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal deydi. Ilmul maani deganimiz huwa ilmun, u bir ilm, yu'rafu bihi, bilinadi o ilm bilan arabcha lafzlarning ahvollari allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ya'ni o arab lafzlari bilan muqtadoi halga, ya'ni o'ringa mos keladigan arab lafzining ahvollari uning bilan bilinadigan ilmni biz nima deymiz? Ilmul maani deymiz. Demak, muqtadoi halga mos holatda bo'lgan arab lafzining ahvollari bilinadigan ilm. Bir so'z muqtadoi halga mosmi yoki emasmi? Buni nima orqali ayiramiz? Nima orqali bilamiz? Ilmul maani orqali bilamiz. Ikkinchisi ilmul bayan. Ilmul bayan degan nima desa, endi ikkinchisi bu ro'shan, uchuq, ya'ni uningki ifodasi, dalalati bildiradigan ma'nolar uchuq holatda xilma-xil yo'llar bilan bir xil ma'noni ifodalashni o'rgatadigan fan, o'rgatadigan ilm. Kitob qaraydigan bo'lsak, huwa ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahid bi turuqin mukhtalifa ma'a wuduhid dalala. O bir ilimki bilinadi, o ilim bilan bir ma'noni keltirish xilma-xil yo'llar bilan dalalati ro'shan bo'lish bilan birga. Ya'ni dalalati ifodasi ro'shan bo'lish bilan birga xilma-xil yo'llar bilan bir ma'noni keltirish uning bilan bilinadigan ilm. Demak, ilmul ma'nini qo'sak, uchuq shaklda xilma-xil yo'llar bilan bir xil ma'noni ifodalashni o'rganamiz. Yoki o'xshatib, yoki kinoya qilib, yoki majoz qilib deganga o'xshagan. Uchinchisi ilmul badi'. Ilmul badi' degan nima desa, ilmul badi' deganimiz, endi biz ilmul maanini muqtazoi hol, o'ringa mos holatda gap qilish dedik. Ilmul maanini bir xil ma'noni xilma-xil yo'llar bilan ro'shan holatda ifodalash dedik. Ilmul badi' bo'lsa desa, bu yuqorqi ikki shart hozirlangandan keyin, ya'ni muqtadoi holga mos bo'lgandan keyin, o'ringa mos bo'lgandan keyin, uni xilma-xil yo'llar bilan ifodalagandan keyin uni go'zallashtiradigan bir ilm. Texmi so'zni qanday qilamiz? Go'zallashtiramiz. Deydi, ilmul badi' deganimiz huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da al-mutabaqati va wuduhud dalala deydi. Qarang, ha? Ilmul badi' deganimiz u bir ilmki yu'rafu, bilinadi o ilm bilan so'zni, kalamni, ya'ni jumlani go'zallashtirish yo'llari. Ba'da al-mutabaqa, mos gap bo'lgandan keyin nimaga? O'ringa. O'ringa mos gap bo'lgandan keyin dalalati ro'shan bo'lgandan keyin cho'qim ikki shart hozirlanish kerak. Dalalati ro'shan, o'ringa mos gap bo'lgandan keyin jumlani go'zallashtirish yo'li uning bilan bilinadigan ilm. Demak,
Cümleni qanday qiladigan, güzelleştiradigan ilm. Endi biz buni texmi ig'zoki shaklda tushuntirsak, ilmul maani degan nima, ilmul bayon degan nima, ilmul badi' degan nima deganda, ilmul maani bir odamning holatini, ahvolini bilish. Ahvolini bilish. Masalan, bir odamga, masalan, uni biz o'zimizni bir til doktori deb qarasak, bir kasal odamga qandaq tamoq ziyon qiladi, qandaq tamoq foyda qiladi, qandaq tamoqni qandaq vaqtda beramiz. Buni berishni biz nima deymiz? Ilmul maani deymiz. Ilmul bayonchi, endi biz shu bermoqchi bo'lgan tamoqni bilib bo'ldik, shu tamoqni qaysi xil shaklda beramiz, qaysi xil shaklda itimiz. Tamoqni qaysi xil shaklda qana qilish, hozirlash. Bir xil tamoqni qaysi xil shaklda hozirlasak yaxshi bo'ldi. Masalan, suyqosh maskuldu kasalga qo'rib biramizmi yoki suvga tashlab biramizmi deganga o'xshagan. Ilmul badi' shu güzelleştirimiz. Endi tamoqni biz kasalning ahvolini o'qib bo'ldik, shundaqmi? Uningga suyqosh maskuldi ekan. Endi bu suyqoshni buningga qo'rib basak bo'ldi ekan, ziyon qilmaydi ekan. Endi buni güzelleştirib ustiga har xil narsalarni sepamiz, shundaqmi? Demak, ilmul badi' shunda güzelleştiradigan fan. Buni shunda tushunasanglar bo'ladi. Buning biridan muhim. Endi o'zi biz birinchi temasi bo'lgan ilmul maanini boshlaymiz. Ilmul maani nima haqida so'zlaydi? Buning so'zlaydigan temalar qaysi deganda, ilmul maani birinchidan xabar va insho. Jumla yo xabar bo'ladi yoki insho bo'ladi. Biz buni to'g'ri so'zlaymiz. Ikkinchisi az-zikr val hazf, so'zlash va tashlash. Gapni nada so'zlaymiz, nada tashlaymiz. Uchinchisi taqdim va ta'xir, ilgari keyin qilish. Qanday so'zni ilgari qilamiz, qanday so'zni keyin qilamiz. Tankir va ta'rif, iniq va iniqsiz. Taqdim va ta'xir, ishqitmaysiz qapta. Al-qasr, qasr keltirish, itloq va taqyid, al-ijaz va al-itnab va al-musawa. Bularning hammasi bilan biz qana qilamiz? Tuvandagi darslarimizda tunishib chiqamiz. Unda bo'lsa biz bugun o'qiydiganimiz qaysi? Xabar va insho haqida bo'ladi. Birinchi bobi xabar va insho. Endi deydi, ismimizda bo'lsin arab tilidagi har qanday bir jumla grammatika nuqtasidan ilib aytgan vaqtimizda ya ismliq jumla bo'ladi yoki fe'lliq jumla bo'ladi. Stilistika, ya'ni balog'at nuqtasidan ilib aytgan vaqtimizda ya xabar jumlasi bo'ladi yoki insho jumlasi bo'ladi. Buni bilishimiz kerak. Endi xabar jumlasi degan nima, insho jumlasi degan nima deganda, xabar jumlasi deganimiz bir jumlani rost yoki yolg'on deb hukm qilg'ili bo'lsa, bu xabar jumla bo'ldi. Bu nima degan gap? Masalan, Muhammad safar qildi desam, buni rost yoki yolg'on degili bo'lamdi? Bo'ladi. Agar safar qilgan bo'lsa, rost degili bo'ladi. Safar qilmagan bo'lsa, yolg'on degili bo'ladi. Unda bo'lsa bu qanday jumla ekan? Xabar ekan. İnsho desa, rost yolg'on degili bo'lmaydigan jumla. Masalan, Muhammad safar qil. Ya Muhammad safir yoki safir ya Muhammad desam, safar qil deb buyruq shaklida keltirsam, buni rost yolg'on degili bo'lamda? Yo'q, chunki yuz bermagan ish. Masalan, hal akalta ta'am, tamoq yedingmi desam, bu shu savol jumlaning o'zini rost yolg'on degili bo'lamda? Yo'q. Demak, ba'zan jumlalarni rost yolg'on degili bo'ladi, ba'zan jumlalarni rost yolg'on degili bo'lmaydi. Rost yolg'on degili bo'lgan jumlalarni biz xabar deymiz, rost yolg'on degili bo'lmaydigan jumlalarni insho deymiz. Endi har qanday jumla ya xabar bo'ladi ya insho bo'ladi. Xabar bo'lganini qaysi deganda, xabar deganimiz val xabar ma yasihhu ay yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun fihi aw kadhib. Xabar uni degichiga u degan gapida u rostchil yoki yolg'onchi degili bo'ldigini. Inshochi ma la yasihhu ay yuqala liqa'ilihi innahu sadiqun aw kadhib. O degichiga u degan gapida rost yoki yolg'onchi degili bo'lmaydigini. Masalan, xabarning misoli safara Muhammad. Muhammad safar qildi desam, bu jumlada Muhammadni agar safar qilgan bo'lsa, bu gapni deganini biz rostchil deymiz. Agar safar qilmay turib, safara Muhammad deb qo'ygan bo'lsa, yolg'onchi deymiz. Degila bo'ldi. İnshoning misoli safir ya Muhammad. Muhammad safar qil desam, buni rost yolg'on degila bo'lamda? Bo'lmaydi, chunki yuz bermagan ish tursa. Qanday jumla insho bo'ldi, buning tafsilotini biz kutganda o'qiymiz, ammo jumlaga aloqador bir qism prinsiplar, ma'lumotlar va biz buni o'qiymiz oldi bilan. Endi har qanday jumlaningki ikki to'rik bo'ldi, ya'ni rukni bo'ldi. Ikki asosiy qismi bo'ldi. U qaysi deganda, birisi yo'linadigan qismi, ya'ni uningga yo'linadigan qismi,
Yeni birisi şu yüylengüç kısmı. Mesela Muhammedun talibun desem. Muhammed o'quvchi desem. Bu o'quvchi degan gap kim güylendi? Muhammed güylendi. Çünkü o cümlenin nimasi igisi. Şunu biz anim deymiz, musnadun ilayh deb ataymiz. Qaysi söz yülendi? Talibun yülendi. Bunu bunda çözsek mi bo'ladi? Hüküm qiling'uchi, hüküm qilg'uchi söz. Cümlenin ikki rukni bo'ldi. Birisi hüküm qiling'uchi. Mesela Muhammedun talibun desem, Muhammedni biz o'quvchi deb qanday qildik? Hüküm qildik. Ya'ni mahkumun alayh, hüküm qiling'uchi. Talibun degan so'z hüküm qildik biz. Shu so'zdan qanday qildik? Hüküm qildik. Undan so'ng bo'ldi mahkumun bih. Demek cümlenin asası çok iki rukni oldu. Biz bunu balagat ilmide musnadun ilayh ve musnad deb ataymiz. Musnadun ilayh degan nima? Asli musnad ilayh degan gap ununga yüylengüchi degan gap. Ununga qanday qilguvchi yüylengüchi. Ya'ni jumladagi bir so'z yana bir so'z qanday qilinadi? Yuyuladi. Yuyulilgan so'z musnad ilayh bo'ldi. Yuyulinib olgan so'z nima bo'ladi? Musnad bo'ladi. Endi bunu biz Arab tili grammatikada mubtada xabar deb ayıramiz. Lekin bu mubtadani musnad ilayh xabarni musnad deymiz. Ama bu ölçem mesela musnad ilayhning hammasini o'z ichiga olmaydi. Hammasini o'z ichiga olmaydi. Masalan, fa'ilmi nima bo'ladi? Fi'lga nisbatan musnad ilayh. Chunki fi'l nimaga yulinadi? Fa'ilga yulinadi. Unda bo'lsa musnad ilayhningki turli bilan turishib chiqayli. Birinchidan mubtada musnad ilayh bo'ladi. Ikkinchidan fa'ilmicho musnadun ilayh bo'ladi. Chunki fi'l fa'ilga qanday qilinadi? Yulinadi. Masalan, zahaba Muhammad desam, Muhammad ketdi desam, zahaba degan fi'l Muhammadga qanday qilinadi? Yulinadi. Üçüncüsü naib fa'ilmi bo'ladi. Chunki majhul fi'l naib fa'ilga yulinadi. Üçüncüsü kanının ismisi ve onun qarindoshlarının ismisi musnad ilayh bo'ladi. Ondan keyin inining ismisi va uning qarindoshlarining bo'ldi musnad ilayh bo'ldi. Unda bo'lsa musnad jo desa, birinchidan mubtadaning xabari. Chunki xabar mubtada qanday qilinadi? Yulinadi. Ikkinchisi to'liq fe'l, fe'l tam. Üçüncüsü kanının va uning qarindoshlarining xabari. Dördüncüsü inining va uning qarindoshlarining xabari. Endi biz beşidin kelsak, mubtadani musnadun ilayh bo'ladi dedik. Bunun misali varmı? Elbette nayet ko'p. Masalan, at-talibu mujtahidun. O'quvchi tirishchan desam, bu tirishchan degan bu so'z qonunga uylandi, o'quvchiga uylandi. Biz o'quvchini tirishchanga uylamoqchi emas. O'quvchini nim demoqchi biz, hukm qilmoqchi, tirishchan deb hukm qilmoqchi. Musnadun ilayhni mahkumun alayh, hukm qiling'uchi deb shuni asanlab bo'ldi. İkincisi fa'il. Masalan, intasaral haq, haqiqat g'alaba qildi. Bu cümledeki intasaraning bo'ldi, fi'l haq va fa'il bo'ldi. Demak, fi'l fa'il qana qildi? Yuylandi. İkincisi naib fa'il. Ukila ta'am. Ta'am yildi. Biz bu yerda demakchi, ta'am yildi deb tamoqniki qana qilinganligi yilganligidan xabar bermoqchi, hukm qilmoqchi. Bu demak ukila degan fi'l, ta'am degan naib fa'il qana qildi? Yuylandi. Kanının ismisi ve onun qarindoshlarining ismisi. Masalan, kana Muhammadun naiman. Muhammed uxlayotgan edi. Bu cümledeki Muhammed qanday qildi? Yuylandi. Ve uningga qanday qildi? Yuylandi. Qaysi yuylandi? Naiman yuylandi. Kana mesela naiman qanday qildi? Muhammed yuylandi. Inining ismisi va uning qarindoshlarining ismisi. Inna sidqa fadilatun. Haqiqatan rostchilik fazilatdir desak, fadilatun degan bu fazilat degan bu inining xabari, inining ismisi qanday qildi? Yuylandi. Bu tushunishlik. Musnad jo desak, dal shuningki yuylangan qismlari, masalan Muhammadun jalisun desam, Muhammad qanday qiluvchi? O'ltiruvchi. Bu jalisun degan xabar mubtada qanday qildi? Yuylandi. Ya'ni hukm qildik. Zahaba Muhammadun, Muhammad ketdi desam, zahaba degan bu fi'l kim yuylandi? Muhammad yuylandi. Tayandı yani. Kanal mudarrisu musafiran. O'qituvchi safar qilguvchi edi. Bu yerdagi musafiran degan kanunninki xabari mudarris qanday qildi? Yuylandi, ya'ni tayandı. Inna Muhammadan hadirun. Muhammad hozir, ya'ni hozir bo'lgan, kelgan. Bu yerdagi hadirun degan xabar, inining xabari Muhammadan degan inining ismi qanday qildi? Yuylandi. Demek her qanday cümle bo'ldi ekan, uni ikki rukni bo'ldi. Birisi musnadun ilayh, ya'ni tayanilg'uchi, musnad tayanguchi.
Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashadi. Oxirida ko'nikma berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. İnşallah kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت